Otsa Benzini qolmagan aka, benzin. bor valiga aytki, meni aytki 100 ming so'm qarzga so'ragin beradi. Qo'ying aka shu ishlaringizni. Nesiga aytmadinglar? Demka mashka! Qarzingni ber. Iflos yo'q to'g'ri. Yana boshqasiz boshlaganim yo'q, jonimga tuqma, ichib olsa kino. Assalomu alaykum, G'offar aka. Qanona kidala akang. Menda qarzini bermasdan qochib yuribdi. Aytib qo'y. Agar yerga kirsa, quloqdan tortib olaman. Tomga chiqsa, tomga chiqib tomdan itarib yuboraman o'ladi. So'yib yuboraman pichoqqani. Sizdan qarzi bor ekan. Berib kelmasam bo'lmaydi deb sizga ketdi. To'g'ri? Aniq. Aniq. Mayli jiyan, xafa bo'lmagina. Qo'p. Deyman. Ko'pga mashinanglar to'xta. Xafa. Ha, Kobul karate yaxshimisan? Kimga mashinani qidiryapsanmi? Hozirgi qo'shig'imiz sevgidan kuygan qalblar uchun bitta like kommentariy bosib qo'yasiz. Bitta turibdi. Bittani sol. Qotib ketmasin. Bizning ko'chalarga yog'madimi qor? Hofiz, senmiding? Menga boshqa gap qaytarmagin. Tag'in o'zim urmadimi? Bizni boraman lekin. Qo'ying. Kobul karate, bir-birimizni sotmaylik, mushuk bo'lak. G'oppar so'lsa Rossiyaga ketdik, tushundingmi? G'offar aka. Dimkani mumkinmi? Bemalol, hozir. Meni qachon so'rab kelasiz? Chaqirib yuboring. Ha, bo'ldi, hozir chaqiraman. Aka, takoy narsa so'rab ketdi sizdan. Menimi? Plash topib chiq. Nima xizmat sening tezlashing? Xizmat mana bizlarda-da, uni ajinni ko'rsang ipingni tuzalmasdan tura olmaysan-a? Sakinaxon bororing. Podstava bu. Qarzingni qachon berasan, maraz mashyennik? Bo'ldi, o'zingni bas, risk dushina qilmagin. Sharmangdan chiqaraman. Bo'ldi, 18 sentyabrga pulingni sanab beraman, qirtdi. Qayoqdan berasan 18 sentyabrda? 18 sentyabr xumoringda men bojalar konsertida qatnashib qo'shaqni beraman pulimni. Hey, bojalar konsertda xumoringni sen qanaqa qatnashasan? Sota muzikalni kim qo'yadi konsertga? Sen quyutani ol, bijaloq Men qo'yaman oilalarga yaltiroq svitlar. Rostdan. Donu, nech pulga qo'yapsan? 70 minglar. Sen kallang joydan qolganini kim beradi? Maydalashmagin. 30 ming qachon berasan?